buyraklarda polikistoz yoki kista kasalligi. Bu kista kasalligi bu tabiiy tug'ma holat bo'lib, ba'zida orttirilgan bo'lishi mumkin, lekin biz hozir ko'proq tug'ma kistalarga ahamiyat beramiz. Bu tasodifan aniqlanadigan holat bo'lib, buyrakda tug'ma, ya'ni tug'ilganda ham bo'lishi mumkin yoki keyinchalik ham orttirilishi mumkin. Tug'ma buyrak kista kasalligi bu bolalarda ham, kattalarda ham uchrashi mumkin. Bu kista sizga bir umr xalaqit bermaydi. Siz bu kista bilan qancha umr bergan bo'lsa o'shancha yashaysiz, lekin ba'zida tekshiruvlardan o'tib turish kerak bo'ladi. Chunki u kistada o'sha yallig'lanish xarakteri yoki bo'lmasa ichidagi suyuqlikni yiringlash xarakteriga ega bo'lgan holatlar kuzatiladi. Shuning uchun uni vaqti bilan tekshirtirib turish kerak. Mana bu holatda ham kistani ko'rishimiz mumkin. Buyrak kistasi bu yoqda birinchi kesimda bitta, keyingi kesimda yana ham to'liqroq va bu keyingi kesimlarda esa yana aniq kistalar ko'rinib, oxirgi kesimlarda esa ancha aniq razmeri va joylashgan joylari bilan ko'ringan holatini aniqlab qoladi.